Bugun sizlar bilan Cobalt farasini 0 dan remont qilishga o'rganamiz, ya'ni zadnisini. Nima qilamiz buning uchun? Bizga обязательно bitta kuygan fara 100% kerak bo'ladi. Buning uchun biz ochamiz, qaraylik. Yaxshilab ko'rib o'rganib olaylik. Mami mundoq kesiladi. Mana shu yerdan tushadi, orqaga ketadi. Mana bu yerda mami qolish kerak joyda. Ketib aylantirib mundoq olib o'tamiz. Mana bu yoni bilan maksimal yaqinlashtirib olib o'tamiz. Nimagaki? Bundoq chiqib kelish uchun. Hozir uni ham videoni uzmasdan qilamiz. Har bitta videoni uzmasdan kadr qilishga harakat qilaman aka. Undan oldin doim birinchi tekshirib olish kerak. Mayli, hozir mana tekshiramiz. Endi mana tekshirishni aytib o'tirmasam kerak, nimagaki уже hamma bilsa kerak уже. Tak. Qatlarni pullayapti. Qolganlari ishlayapti. Zadnisi pullayapti. Endi nima qilamiz? Buni polni hozir ko'rgan joyidan ochamiz. Buning uchun bizga bir mashinka kerak bo'ladi va biz bismillah aytib boshlaymiz. Buning uchun doim mana tagiga bitta narsani bundoq solib qo'yaylik. Hali qirilmasligi uchun. Tak, bismillah. Mam samarizini ichish kerak akalar. Shunda bizda bunday holatda bo'ladi. Mana shu holatda chiqadi. Endi platani olamiz. Platani shekli bor. Platani altdan klipsilardan yechib olamiz. Va mana bu narsa chiqadi. Bizga o'zi bu kerak emas. Qo'yib qo'yamiz. Bu yerda sviteriot bor. Mana shu sviteriotlarni oqini o'zini hammasini teg-tugi bilan olib tashlaymiz. Teg-tugi bilan olib tashlab, boshqa led qo'yamiz va oxirida bitta rezistor qo'yamiz. Hozir men uni ham ochuvchi sizlarga aytib o'taman. Tak, undan oldin buni bilishimiz kerak. Bizga plus minusi qaysi tarafda. Uning uchun rezistor orqali qidirsa ham bo'ladi. Mana hisobim bo'yicha mana bu yerda diod bor ekan. Mana shu diod bo'yicha aylanib sekin bundoq kelyapti, plusiga ulanadi. Buni men test tekshirib olaman kerak. Nima qilamiz ham qaranglar. Bir payt mana shu narsa juda qo'rqinch. Tak. Qo'yamiz. Bunga led tester ishlatib bo'lmaydi akalar. Protsessor bittada kuyadi. Ishlayapti va biz buni endi bittalab tekshiramiz. Bitta narsa hech qachon esdan chiqmasin, platalarni doim yechishdan oldin klient o'zi bilan klient o'zini ko'zini oldida hamma narsani tekshirib olaylik akalar. Bu eng kerakli, eng muhim bo'lgan narsa. Misol uchun siz zadnini ochib to'g'rilaysiz, power pin ishlamayapti ekan deydi. Chunki sizga olib kelgandan keyin tekshiradi, hamma ustiga kelgandan keyin hamma tekshiradi. Ungacha hech kim tekshirmaydi, faqat zadni kuyib turib keladi. Shuning uchun har doim klient keladimi, sraz yechish aka to'xtang, bitta tekshirib olaylik deb gabarit, tormoz, power pin hammasini tekshirib olib va shundan keyin qabul qilaylik. Bu tekshirib olish kerak. Bunga qo'yib, sviteriot plus minus topib olamiz. Taxminiy yonishi kerak bizga. Yonmayapti. Endi nima qilamiz? Mana oq plusi ledga kelyapti. Leddan diodga kelyapti, dioddan manfiga kelyapti. Tak. Yo'q, o'rgan. Mana ekan. Значит, plus bizada bu yoqda ekan. Mana, endi yo'q. Qo'linglar mana bundoq kelyapti deb o'yladim, lekin bu aslida kelib platani orqasidan o'tib bu yoqqa kelyapti ekan. Значит, bizning hamma sviteriotlarimiz plusi bu yoq tarafda. Shu narsani yaxshilab bilib olaylik. Ko'pchilik adashib, plus minus teskari terib chiqib, yana asabiylashib, yana boshqadan terib chiqadi. Nima qilish shart emas. Bitta ko'ra olsaydi, bo'ldi. Lekin ikkita plata doim ikki xil ishlaydi akalar. Ya'ni bir xil emas. Chunki LH, RH bo'ladi. Tak, buni oddiy payanida mana plusini yoqqa qilib olib tashlaysizlar. Kesib tashlash shart emas. Mana shu narsa uchun biz 350 ming yo 450 ming pul olamiz. Tak, shunday to'g'rilab qo'yamiz. Bitta yaxshilab tekshiramiz, qaranglar akalar. Mana qator zadniga, mana qator avarinkaga, ya'ni powerot kerak. Keyin mana protsessorga juda ehtiyot bo'linglar. Bu protsessor juda nozik, ya'ni bigushilarda tranzistorlar orqali ishlaydi. Sipochkasi bor. Protsessorga tranzistor qo'shib beradi. Protsessor tranzistor bazasini ochadi, keyin bu bigushi bo'lib ishlayveradi. Zadni прямой ishlaydi. Minus постоянный bo'ladi, plus через diod orqali keladi. Xo'p, plataga agar suv kirib ketgan bo'lsa, birinchi o'lib kelgan narsa 7805 bo'ladi. Hop, biz bu yerda hozir hamma narsamiz yaxshi, ideal holatda turibdi va biz endi ikkinchisini boshlaymiz. Birinchisini kesishga o'rganglar, endi men tepadan ko'rsaman ikkinchisini. Hop, uning uchun nima qilamiz? Yana mana shuni yoyib olamiz.
Bisa kan? Bisa kan? Orsi klappa mig, ne? Orsi klappa mig, ne? Ha? Ateş edeyim taşın. O taş yeniken alayım patlayayım oğlum. Harika var taş var, rasistik var. Hele gibi potent böyle. Neçe milimetre aldı? Tablonu. Tablo bugün soruş gitedi. Sen faraya da gitedi. Ha. Kaçsana? Yok ben anlattım kuzuklar. Malikan parlament sigarası bilmiyorum. Onu öğrendim. Bitta yurtda tushishni avvalgi ochamiz. Bizda esi bo'lsa plus, bu tarafda yana amin bo'lish uchun tekshirib olamiz. O'zi bitta narsa bo'lsa bo'ladi, bir sekretlar mana plus, bir xillarda mana minus. Teskari ko'ramiz. Bizda hozir mana plus, mana minus. Xo'p, endi nima qilamiz? Bizlar qilgan ish boshlaymiz. Sekretlarimizda qilgan joyi bor. Hamma yoqda o'lchab bo'ladi, maktab ko'rsatmasam kerak, kesgan joyi bor. O'sha joyimiz bizda minus bo'ladi. Bakaldik. Alo. Alo. Bu nimaga? Yo'q. Syomka qolma. Yo'q, kelasanmi? Yo'q. Anaqa, kelib qilamiz. Anaqa uyning lapatka bormi? Lapatka? Ha. Ana lapatka emas, ana xaskach pay, anaqasi bor-ku, lapatkani qilishdi, sen men qo'ydigan. Shunaqasidan bo'lsa avval. Mana ishxonam oldida joy bor edi-yu. Shu yerga asfalt olib keltirdim. Yo'q, men o'zim sotib oldim. Nima qildi? Yana so'rab beraymi? Yo'q, qalbiga bormadi, toqatga bormadi. Demak emas ekansan endi. Yo'q, bormadi. Bitta. Ke, soqol ishga qoladi hozir. Bizlar bosor. Bizlar tayyor bo'ldi. Endi bizlar обязательно tozalash kerak bo'ladi. Tozalash просто обычный shu растворитель bilan tozalasa bo'ladi. Endi bizga rastvorитель hozir mo'chotga. Va zavod holatiga qaytadi. Endi ikkinchi qilamiz. Esigida bo'lsa minusi qalam bizda. Bu ham tayyor bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat o'zing olib eshitaman. Hop. Hop. Bu rasmiy nuqtasini ko'rish kerak. Mendan yangichasini bor. Uni rasmiy nuqtasi yo'q ekan. Menda uni ko'rish kerak. Uni eskichasini yo'q menda. Yangichasi bor. Yo'q, uchish sxemasi hisobda unga. Qilishgan unda sxemasi. Hop, tamam.